qo'shib kelaman. Oxirida Telegram kanalimga ham sizlarga havola qoldirib ketaman va o'zbek studentlariga Chexiyaga kelishga yordam beraman. Chunki meni asosiy maqsadim O'zbekiston studentlari chet elga nafaqat ish masalalari bo'yicha, balki o'qish bo'yicha, ilm bo'yicha ham chiqib ketish imkoniga ega bo'lsin degan maqsad bilan bu ishni qilaman. Va oldindan uzr so'rab qo'ymoqchiman. Oxirgi paytda Chexiyada 3 yildan beri yashaganim hisobiga asosan ishlatadigan tillarim bu ingliz tili, chex tilida o'qiyman va rus tilida sanaladi va o'shanga orasida gapirayotganimda bir xilida ruscha so'z qo'shib ketishim ham mumkin. Oldindan uzr so'rab qo'ymoqchiman shu narsaga. Xo'p, keyingi slaydga ketamiz sekin-sekin. Maqomni bilib oldinglar. Endi sizlarga nega aynan Chexiya o'zbekistonliklar uchun eng zo'r tanlovligini sizlarga tushuntirib ketmoqchiman. Nimaga men o'zim qaysidir payt tanlayotgan paytimda именно Chexiya universitetini yoki Chexiya davlatini tanlaganman. Birinchidan, chex tilida bepul ta'lim. Ya'ni bu yerda sistema shunaqa qilinganki, siz Chexiya Respublikasiga kelganingizdan keyin tayyorgarlik kursini o'tib, tilni o'rganib, Chexiya institutiga kirganingizdan keyin siz xuddi chexlarga o'xshab o'qib, ular bilan ta'lim olishingiz mumkin. Bepul. Ya'ni davlat sizga grant asosida sizga 100% to'lov qilib beradi. Yashash uchun past xarajatlar. Agar boshqa atrofdagi Yevropa davlatlari bilan solishtiradigan bo'lsangiz, g'arbdagi Yevropa davlatlari bilan solishtiradigan bo'lsangiz, bu yerdagi narxlar juda past. Hozir sizlarga keyingi slaydda o'rtacha oylik miqdorini, o'rtacha oyligi qancha ketishini tushuntirib beraman. O'qish davomida qo'shimcha ishlash imkoniyati. O'qish davrida, ya'ni institutga kirganingizdan keyin siz bu yerda parallel ravishda ishlab ketishingiz ham mumkin. Va ishlash paytida yaxshigina pul topib, sekin-sekin o'zingizni eplab ketishingiz ham mumkin. Keyingisi xavfsiz mamlakat. Dunyo bo'yicha Chexiya Respublikasi top 10 talik xavfsiz mamlakatga kiradi. Ya'ni siz bu yerda yashab hech nimadan qo'rqishingiz kerak emas. Bemalol ko'chada ertalabdan kechgacha yursangiz ham hech qachon xavf ko'rmaysiz. Chet elliklarga do'stona munosabat. Yevropalik odamlar, aynan chexlar ham juda tolerant hisoblanadi. O'zbekistonlikmisiz, boshqa xalqdan kelganmisiz? Bularga katta farqi yo'q. To'g'risini aytadigan bo'lsak, ular uchun sizni bilimi, sizni odamchiligi, sizni dunyoqarashingiz muhimroq. To'g'risi. Keyingisi Yevropa diplomi. Ya'ni siz bu yerdagi universitetlarni bitirganingizdan keyin sizga Yevropa diplomi beriladi. Ya'ni Yevropa bu yerda olgan diplomingiz bilan Yevropaning любой davlatida bemalol ishlab o'qishingiz mumkin. Keyingisi butun Yevropa bo'ylab erkin sayohat qilish imkoniyati. Chexiya Yevropaning qoq o'rtasida joylashgan va xohlagan paytingiz, misol uchun oddiy kunlaringiz, misol uchun vaqtingiz paydo bo'lsa, bemalol Germaniyaga, Polshaga, Italiyaga, xohlagan davlatingizga borib, aylanib kelish imkoniyati bo'ladi. Chunki siz Schengen vizasini olasiz bu yerga kelganingizdan keyin. Xo'p. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Prezentatsiyaning oxirida har bir savollarga javob beramiz. Men javob bera olmasam, yonimda o'tirgan Anatoliy aka javob beradilar. Keyingisi, chex tilida bepul ta'lim. Kelinglar shu paytga sekin to'xtalib o'tamiz. Nimaga chex tilida bepul ta'lim? Chexiyaning davlat universitetlari o'qish chex tilida to'liq bepul. Nimaga? Chunki chex tilini bilganingizdan keyin siz katta imkoniyat bilan katta bu yerda qolish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Ya'ni bu yerga kelib chex tilini o'rganib ishga kirganingizdan keyin, chex tilini bemalol gapirganingizdan keyin bu yerga sizga yashash ham osonlashadi Chex Respublikasida. Chex tili slavian tillar guruhiga kiradi. Ya'ni nimaga men aynan Chexiyani tanlaganman? Nimaga Germaniya emas? Ya'ni Germaniyada ham o'z bepul ta'lim olsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Chunki Germaniyada nemis tilida gaplashiladi. Nemis tili juda qiyin til. Ya'ni siz qanaqadir hozirgi bilgan tillaringizdan, misol uchun ko'pchilik o'zbeklar O'zbekistonda ruschani biladi, to'g'rimi? Ruschani hech bo'lmasa tushunadi. Bu degani siz chex tilini, polsha tilini, boshqa tillarni bemalol o'rganishingiz mumkin, chunki bu slavian tillari. Ularni nima deydi, ildizi bir xil bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu na grant, na tanlov asosida. Bu sistema. Ya'ni bu hech qanaqa grant emas, 100%lik, bunaqa emas. Bu sistema, ya'ni siz chet eldan keldingizmi, chexmisiz, Slovakiyadanmisiz, boshqa davlatdanmisiz, chex tilini o'rgandingizmi, chexlar bilan baravar institutga kirasiz. Ya'ni siz qanaqadir O'zbekistondan kelgan talabalar bilan faqat konkurensiya qilmaysiz, Germaniyaga o'xshab, misol uchun. Siz aynan chexlar bilan o'tirib, chex bilan birga bilim olib, ular bilan konkurensiya qilasiz va siz Yevropa universitetining talabasisiz. Institutga kirganingizdan keyin bepul o'qiysiz. Xo'p, keyingisi yashash uchun past xarajatlar. Hozirgina sizlarga aytgandimki, Chexiya Respublikasida g'arb davlatlariga solishtirganingizda yashash xarajatlari pastroq.
ayta olamanki, Toshkentga qaraganda balki bilmayman, 1,5 barobar sal ko'proq bo'lishi mumkin xarajat. Lekin hozir Toshkentdagi xarajatlar ham oshib ketyapti, o'shanga oshib boryapti, o'shani hisobiga plus minus bir xil bo'lib qolgan. Chexiya o'zbekistonliklar uchun Yevropadagi eng arzon mamlakatlardan biri, buni aytib o'tdim. O'rtacha yashash xarajatlari oyiga 500 dan 600 yevrogacha birinchi yili tashkil qiladi. Nimaga birinchi yili deyapman? Chunki siz birinchi yilga o'tib kelganingizda siz student sanalmaysiz. Siz bu yerga bu yerga kelib institutga tayyorgarlik kursiga kelgandek sanalasiz va sizga bu yerda hech qanaqa skidkalar, hech qanaqa yengilliklar bildirilmaydi, davlat tomonidan berilmaydi. Lekin student bo'lganingizdan keyin sizga har xil skidkalar, har xil imkoniyatlar beriladi. Bir nimalardan bepul foydalanishingizga, misol uchun, o'sha hisobiga siz xarajatlaringiz tushib ketishi mumkin. Xo'p, agar отдельно sanab chiqadigan bo'lsak, birinchidan yotoqxonani sizga bu yerga kelganingizdan keyin foundation kurslar sizga beradi. Ya'ni yotoqxona oyiga tanlashingizga qarab, usloviyalarga qarab 300 dan 400, sharoitlarga qarab 300 dan 400 yevrogacha bo'ladi. Mahsulotlar, bu degani oyga oladigan har xil produktlaringiz 150 dan 200 yevrogacha bo'ladi. Plus minus o'zingizga qarab, u xarajatlaringizga qarab, qancha ovqat yeyishingizga qarab, qancha xarajat qilishingizga qarab albatta. Srednyam shuncha pul ketadi. Shaxsiy va maishiy qanaqadir mahsulotlar uchun 330-50 yevro. Bularni ham sanab o'tdim, chunki faqat mahsulotni sanash ham noto'g'ri, chunki sizlar oyiga faqat mahsulotga pul ketkazmaysizlar. Transport 10 dan 20 yevrogacha, chunki bu yerga kelganingizdan keyin sizga skidka beriladi. Men misol uchun bu kelganimdan keyin yil boshida srazu 50 yevro to'lab 1 yillik proiznoy olganman. Bu degani 50 yevro evaziga 1 yil praktически shu pulga bemalol transportda yurganman. Dunyo bo'yicha Pragani transporti birinchi o'rinda turadi. Shuni ham aytib qo'yish lozim. Dunyo bo'yicha, yana bir bor qaytaraman, Pragani transporti birinchi o'rinda turadi. Bu degani bu yerdagi transport minut sekundda keladi, har 5-3 minutda transport qatnaydi. Bu mamlakatda transport bo'yicha hech qachon problemalar bo'lmaydi sizlarda. Qolgan xarajatlar, вы, кстати, запись делаете? Qolgan xarajatlar 30 yevro qo'shib qo'ydim, chunki undan tashqari ham qanaqadir xarajatlar bo'ladi. Men misol uchun o'tib ketayotganda prezentatsiya ko'rganimda hech kim qolgan xarajatlar, shaxsiy maishiy mahsulotlar qilmaganda menga nima deyishgan, yotoqxonaga 300 yevro to'laysan, mahsulotlarga 150 yevro to'lab 400 ketkazasan deyishgan. Misol uchun bu noto'g'ri informatsiya. Undan ko'ra sizlarga to'g'ri, realistik bo'lgan informatsiyani berganim afzalroq. Oldindan bilib qo'yib, xarajatlarni kelganingizda yaxshi deb o'ylayman, chunki o'zim bu narsadan o'tganman. Hop. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozaveringlar. Keyingisi, talabalar uchun davlat taqqoslanishi. Kelinglar, sizlar bilan nimaga aynan Chexiyani tanlaganimni sizlarga aytib ketay. Chunki men ham Chexiya tanlash paytida har xil davlatlarni ko'rib chiqqanman. Nafaqat Chexiyaga kelish ham sirazu bo'lmagan. Ya'ni albatta Amerikadan boshlaganman, Avstraliya, shunaqa katta davlatlardan. Keyin tushunganman, u davlatlarda grant yutib olish imkoniyati bo'lgan taqdirda ham u yerda o'qish juda qimmat, u yerda yashash juda qimmat. O'shani hisobiga Yevropa davlatlarini ko'rib chiqishni boshlaganman. Bu Germaniya, Polsha, Avstriya, Chexiya bo'lgan. Solishtirganman. Xo'p. Kelinglar bir xil tomonlarni solishtirib chiqamiz. Agar keyinchalik bu tablitsani yaxshilab ko'rmoqchi bo'lsanglar, menga lichkamga yozib yuborsanglar, men sizlarga PDF variantini prezentatsiyani tashlab yuboraman. Lichkamni kontaktimni oxirida beraman, kutib o'tirsanglar. Xo'p, qaranglar endi. Mahalliy tildagi ta'lim. Germaniya, Chexiya, Polsha, Avstriya davlatlari hammasi o'zini tilida bepul ta'lim sizlarga beradi. Ya'ni Germaniya, Avstriyada bu nemis tili, Polshada Polsha tili, Chexiyada chex tili. Bu davlatlar o'zini tilida sizlarga bepul ta'lim olishga nima deydi, imkoniyat beradi. Faqat bitta tomoni bor. Qabul jarayonida Chexiyada siz chexlar bilan konkurensiya o'tasiz. Bu degani, qanaqadir universitetga 500 ta kvota berilgan bo'lsa, hamma chexlarga siz shunday chexlar bilan kirish imkoniyatingiz bor. Tushunyapsizlar? Lekin Germaniyada universitet miqyosida sizlarga har bir davlatga отдельно kvota beriladi. Ya'ni O'zbekiston uchun, mana misol uchun o'rtog'im Sharita degan meditsina universitetiga kirgan Berlinda, ularga O'zbekiston uchun 3 ta kvota berilgan. Bu degani, Germaniyaga kelgan barcha o'zbekistonlik, shu universitetga kirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik hammasi shu 3 ta kvota uchun konkurensiya o'tgan. Bu juda qiyin, nima deydi, konkurensiya, chunki 3 ta kvota juda kam. 3 ta kvota uchun misol uchun 20 ta o'zbek esa, aqlli bo'lsa, sizlarning kirish imkoniyatingiz juda pasayib ketadi va Germaniyada sizlarni maktabda olgan baholar ham sizlarda nima deydi, inobatga olinadi. Chexiyada baholarlar bilan hech kimga qiziqi yo'q. Hech kim qiziqmaydi.
Polshada ham Chexiyadagi praktически sistema, Avstriyada, Germaniyadagi sistema praktически. Keyin hayot narxi Germaniya, Avstriya davlatlari o'ta qimmat xarajatli davlat sanaladi. Chunki u yerda oylik maoshi ham katta, lekin bitta narsani tushunishinglar kerak, bu kelgan yillardan keyin sizlar baribir o'qish jarayonida birinchi, ikkinchi yil asosan o'qishinglarga vaqt tikishinglar kerak bo'ladi. Agar magistratura kelmagan bo'lsanglar albatta. Chunki baribir institutga kirish yoki institutda birinchi, ikkinchi yil o'qib, ishni eplab ketish juda qiyin masala, lekin eplab ketsa bo'ladi albatta. Germaniyada baribir xarajat ko'proq Chexiya solishtirganda. Keyingisi ta'lim tili ingliz tilida ham har bir davlatda ta'lim bor, faqat hamma davlatda Polsha, Germaniya, Chexiya, Avstriyada bakalavrga ingliz tilida keladigan bo'lsangiz, har birida pulli. Bakalavrga ingliz tili programmalarini grant asosida topish juda qiyin masala. Asosan ingliz tilida grant topmoqchi bo'lsanglar, magistraturaga grant berishi mumkin. Keyingisi o'qishdan keyin qolish imkoniyati har bir davlatda bor. Har bir davlat sizlarga imkoniyat beradi qolishni. Har bir davlat sizlar bu yerda qanaqadir birinchi oliy ta'lim olganinglardan keyin bu yerda qolish tarafdori, chunki sizlar keyin oliy ta'lim olganinglardan keyin bu davlatga уже foyda keltirishni boshlaysizlar. Keyingisi universitet nufuzi. Germaniya, Avstriya universitetlari albatta nufuz bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Bu narsaga qiziqishni deya olmaymiz, lekin Chexiyada ham Polsha bilan solishtirganda top 200 talik, 250 talik kiradigan universitetlar bor. Bu katta plus, chunki Chexiyada kichkina xarajat hisobiga bepul ta'lim evaziga oson chet tilini o'rganganingiz hisobiga top 250 talik kirgan universitetda o'qisangiz bo'ladi. Misol uchun Karlov universiteti. Keyingi slaydda gapirib ketamiz. Keyingisi kasbiy imkoniyatlar. Har bir davlat sizlarga kasbiy imkoniyat beradi. Ya'ni Chexiya ham, Germaniya ham, Polsha ham, Avstriyada ham bemalol kasb bo'yicha imkoniyat topsanglar bo'ladi. U qiyin ish emas. Keyingisi talabalarga chegirmalar. Chexiya Respublikasi o'zini talabalarga chegirmalari bilan juda ham nima deydi, отличаться qilib turadi deylik ruschadan. Chunki hamma yoqda talabalar uchun skidkalar bor. Ya'ni kafega kirsangiz ham, misol uchun McDonald's, KFC hamma yoqda sizni kartochkangiz bo'lsa, talabaligingizni ko'rsatadigan sizlarga yevropeyskiy kartochka beriladi. Yevropa miqyosida o'tadigan. O'sha kartochka bo'yicha siz bemalol obed, ужин qilishingiz mumkin yoki poyezdda bemalol mamlakat misol uchun aylanib kelishingiz mumkin. Skidka evaziga 20-30% skidkalar va boshqalar. Juda ko'p skidkalar bor. Har xil texnika sotib olishingiz mumkin skidka bilan va boshqalar. Skidkalar juda ko'p. Ya'ni boshqa davlatlarga hammasini solishtirib chiqqanimdan keyin Chexiya men uchun eng optimal davlatligini bilganman. Narx nuqtai nazaridan, yashash nuqtai nazaridan bu davlat juda chiroyli davlat. Siz misol uchun Google ga kirib Chexiya deb yozib qarab chiqsangiz, qanaqa chiroyli arxitekturali, qanaqa chiroyli zdaniyali joyligini bilasiz. Shunaqa. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozaverasizlar. Keyingisi ishsizlik darajasi past. Chexiya Respublikasi Yevropadagi ishsizlik darajasi bo'yicha liderlardan sanaladi. Ya'ni ishsizlik ko'p degani emas, ishsizlik juda kamligi bo'yicha lider sanaladi. Ya'ni ko'rishinglar bo'yicha Chexiyada ishsizlik foizi 208%. Bu degani 10 million aholidan где-то 2800 ta odam ishsiz atiga. Yoki 28 mingta chiqyapti ishsiz. Bu juda kam foiz sanaladi agar bundoq o'ylab chiqadigan bo'lsangiz. Hop, даже ko'proq ham chiqyapti. 280 mingta odam chiqyapti. Ya'ni buni hammasini o'ylab chiqadigan bo'lsangiz, bu juda kam foiz. Boshqa davlatlar bilan mana qarang, Belgiyada 5.4%, Bolgariyada 4.6%, Yevropa miqyosida 6%. Ya'ni Yevropa ittifoqining ichida ishsizlik foizi 6%. Chexiyada 208% shundan. Shundan bilsanglar bo'ladi. Universitet talabalari qonuniy ravishda ishlashlari mumkin. Oyiga 1000 yevrodan topsanglar bo'ladi, 1000 yevrogacha. Bu endi qanaqa qaysi sharoit turganingizga qarab, chunki 1000 yevro hamma ham topolmaydi yoki undan ham ko'p topadiganlar bor. Misol uchun mana men meditsinada o'qib shuncha pul topolmayman, chunki ko'proq o'qishim kerak, o'qishga ko'proq vaqt ketkazishim kerak-da. Lekin boshqa yo'nalishda ishlayotganlar ko'proq pul topishi mumkin. Yoki magistraturaga kelib ishlayotganlar unaqa ko'p, misol uchun vaqtini o'qish bilan ketkazmaydi, bemalol topsa bo'ladi unaqa pulni. Chexiya universitetlarini tamomlagan uchun mehnat bozoriga erkin kirish imkoniyati mavjud. Chexiya universitetida o'qiyotgan paytingizda ham, o'qib bo'lganingizdan keyin ham bemalol bozorga chiqib, ya'ni mehnat bozoriga chiqib bemalol ish topsanglar bo'ladi. Ishsizlik darajasi juda past, Chexiyada ish topish umuman muammo emas. Bitiruvchilarga 9 oylik ish qidirish vizasi beriladi. Institut bitirganingizdan keyin sizga 9 oygacha ish vizasini qidirishga viza berilishi mumkin ish qidirishga. Bu vizani olish o'ta oson. Ya'ni
o'qishga kirayotgan paytingizda viza olish umuman muammo emas. Yevropa mehnat bozoriga oson kirish imkoniyati. Ha, bir xil mani og'aynalarim, o'rtoqlarim bor, Chexiyada yashab turib, misol uchun, aytaylik, dam olish kunlarida vaqti bo'lsa, Germaniyaga borib ishlab keladigan o'rtoqlarim bor, misol uchun. Qanaqadir ish qilib kelishadi. Yoki stajirovka o'tib keladiganlar bor, misol uchun, bir hafta, 2 hafta olishadi, borib Germaniyaga, institutga borib stajirovka o'tib kelishadi, ishlab kelishadi shu bilan birga va boshqalar. Yoki yoz paytida bu yerga universitetlardan sizga Amerikaga borib work and travel o'tishga ham imkoniyatlari bor. Ko'rayotganingizdek. Chex diplomlari Yevropa va Shimoliy Amerikada tan olinadi va qadrlanadi. Ha, shunaqa. Yevropa davlatlarida o'qib, tahsil olib bitirganingizdan keyin Amerikaga viza olish protsedurasi ham sizlarga osonlashadi juda. Chunki siz Yevropa talabasi bo'ldingiz, Yevropa universitetini bitirib chiqdingiz va undan keyin Amerikaga borish ham osonlashadi. Xo'p. Keyingisi. Karlov universiteti va nihoyat keldik universitetimizga. Karlov universitet dunyodagi eng nufuzli universitetlardan sanaladi. Yevropa bo'yicha eng nufuzli va eng avvalgi 1348-yilda tashkil etilgan universitetlardan sanaladi. Misol uchun, Amir Temur bobomiz 1336-yil tug'ilganlar. Ya'ni Amir Temur bobomizdan bir qancha 12 yilga yoshroq bo'lyapti universitet. Ya'ni salkam 700 yillik universitet tushunishinglar bo'yicha juda nufuzli universitet va 52 mingtadan ortiq talaba o'qiydi bu universitetda. Ya'ni masshtabini, ya'ni qancha kattaligini universitetda faraz qila olish uchun bu yerga yozib qo'ydik. 52 mingta nafar talaba o'qiydi. Bu qancha talaba? Bu juda ko'p talaba. Va shulardan 11 mingtasi xorijlik talabalar. Bu degani xorijlik Yevropa talabalari avvalambor, keyinchalik O'rta Osiyo talabalari, Amerikadan kelgan, Amerika qit'asidan kelgan talabalar bor. Va shular hammasi shu universitetda tahsil olishadi. Hozir. Xo'p, oxirida Odil siz savolingizga javob beramiz. Zibriniso, sizga ham oxirida javob beramiz. Xo'p. Keyingisi 976 ta o'quv dasturi, ya'ni o'quv programmasi bor. Ya'ni mana meditsinani olsangiz, meditsinani o'zida где-то 100 tacha, 150 tacha o'quv dasturlari bor. Universitet masshtabini nima deydi, to'g'ri faraz qilishingiz uchun. Keyingisi 292 tasi ingliz tilida, ya'ni dasturlar. Ingliz tilida ham bu universitetda o'qisangiz bo'ladi, faqat bu yerda o'qish pulli bo'ladi. Bir xil yo'nalishlar, juda arzon, bir xil yo'nalishlar juda qimmat ingliz tilida. Shu. Bir xil yo'nalishlar, misol uchun, xuddi bizning Webster yoki Westminster universitetida o'qiganingizdek, misol uchun pul ketadi. 10 ta fakultet, ya'ni Karlov universitetida 10 ta fakultet bor va shuni hammasidagi dasturlarni qo'shib chiqsak 976 ta dastur chiqadi. 5 ta shaharda joylashgan. Bu Karlov universiteti bitta katta zdaniya emas. Bu bir nechta 10 talab, 100 talab Chexiya Respublikasi bo'yicha qo'yib chiqilgan zdaniyalar deylik, fakultetlar. Bu juda katta nima deydi, universitet, uni o'ylab qarasangiz. Ta'lim yo'nalishlari, qanaqa ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bu universitetda o'qisangiz bo'ladi. Chunki universitet, institut emas. Bu degani bu yerda yo'nalishlar sanasi, yo'nalishlar juda ko'p. Birinchidan tibbiyot va sog'liqni saqlash, men misol uchun tibbiyot yo'nalishida o'qiyman. Gumanitar va ijtimoiy fanlar, tabiiy fanlar, bu degani biologiya, kimyo, shunaqa xalqaro munosabatlar, sport va jismoniy tarbiya bo'yicha o'qisangiz bo'ladi. Dinshunoslik va teologiya, IT va texnik yo'nalishlar ham bor. Juda rivojlangan sanada IT texnik yo'nalishlar va albatta huquq. Huquq yo'nalishi ham juda nufuzli va juda rivojlangan sanaladi bu universitetda. Hozircha shunaqa. Keyingisi. Karlov universiteti dunyoda qanaqa nufuzga ega? Karlov universiteti dunyoning nufuzini faraz qilishingiz uchun sizlarga har xil statistikalar berib chiqaman. Birinchidan, dunyoning eng yaxshi QS World University Rankings bo'yicha dunyoning eng top 250 ta universitetining darajasiga kiradi. Ya'ni 248-o'rinda turadi. Bu degani bu juda nufuzli universitet. Agar dunyoda UNESCOda anaqadan ro'yxatdan o'tgan universitetlarning sonini qarasangiz, примерно 26 mingta universitet chiqadi. 26 mingta universitetdan top 250 talik kiradi degani, bu degani dunyo bo'yicha 1-2% eng zo'r universitetlarning orasiga kiradi degani. Mana dunyoning eng yaxshi 2% universitetlari qatorida deb yozib qo'ygan. Chexiya bo'yicha birinchi o'rinda turadigan universitet. Ya'ni Chexiyaga kelsangiz,
Любой odamga kelib Karlov universiteti desangiz hammasi biladi. Chunki bu Chexiya Respublikasining aytaylik faxri chunki nafaqat Chexiya Respublikasi miqyosida birinchi o'rinda, balki dunyo miqyosida ham birinchi o'rinda. Bu universitetda sizlar tushunishinglar uchun har xil juda dunyoga tanilgan odamlar eski paytlarda dars o'tishgan. Misol uchun Einstein bu kelib dars o'tgan yoki Tesla degan odam bor, elektr toki bilan shug'ullangan. Bular hammasi bu yerga kelib leksiya o'tgan. O bir 20-19 asrlarda. Bu juda nufuzli universitet. Hozirgi davrda ham ko'pchilik bu yerga siyosatchilar kelib har xil leksiyalar o'tishadi. Misol uchun yaqinda Portugaliyadan premyer ministr kelib bu yerga yaqinda leksiya o'tgan. Misol uchun xalqaro huquq fakultetida. Keyin misol uchun Fransiyaning prezidenti Emmanuel Macron kelib bu yerga gul qo'ygan, eski bu yerda professorlarga yoki leksiya o'tgan, yoki Germaniyaning kansleri, hozir ham kansler, hozirgi paytda ham Olaf Scholz kelib ham bu yerga leksiya o'tganda, odamlar bilan bu yerga talabalar bilan debat qilgan. Yoki har yili bu yerga Chexiyaning prezidenti kelib bu yer bitiruvchilariga o'zi shaxsan diplom topshiradi. Bu juda nufuzli universitet demoqchiman. Keyingisi, chex tilida ta'lim olish barcha uchun bepul, yana bir bor qaytarib chiqolman. Hop. Keyingisi. Ko'rayotganingiz bo'yicha Karlov universitet juda faqat mana bunaqa eski zdaniyalar bilan emas, современный, ya'ni zamonaviy o'zini fakultetlari bilan ham ko'ryapsizlar, chiroyli. Mana har xil fakultetlarni ko'ryapsizlar. Bu sotsial fanlar bo'yicha fakultet, bu mana fakultetda o'qiyotgan nima deydi? Tibbiyot fakultetidagi morg. Mana shu morgda biz har oyda, har haftada kelib odamlarni tanasida o'rganamiz, o'rgan odamlarning tanasida anatomiyani va boshqalar. Keyingisi. Xo'p, Karlov universitetini o'tdi. Endi sizlarda savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'p, Karlov universiteti haqida gapirib berdik. Xo'p, Chexiyaga kelmoqchimiz. Nima qilishimiz kerak konkretno? Xo'p, nima qilishinglar kerak? Birinchi o'chirda agar Chexiyaga kelish bo'yicha sizlarda misol uchun qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, birinchi o'chirda siz til kursiga hujjat topshirasiz. Hozir sizlarga til kursi nimaligi haqida gapirib beraman. Keyingisi, talabalik uchun Schengen vizasini olasiz. Ya'ni til kursiga ariza topshirganingizdan keyin sizga biza tasdiqlov yuboramiz. O'sha tasdiqlov bilan siz Schengen vizasi uchun nima deydi? Posolstvoga borasiz. Elchixonaga, Chexiya elchixonasiga. Keyingisi, chex tilini B2 darajaga o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik yo'nalishi uchun B2 talab qilinadi, meditsina yo'nalishi uchun C1 darajasi. Buni biz til maktabida sizni 1 yil davomida o'rgatib olib boramiz. Men o'zim ham 0 dan C1 darajasigacha chex tilini 9 oyda o'rganganman. Keyingisi, mutaxassislik fanlari bo'yicha imtihonlarga tayyorlanish. Ya'ni siz mutaxassislik bo'yicha, ya'ni buni IT bo'yicha ketdingiz, sizni nafaqat til bo'yicha, balki matematika, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha ham sizni til kursi tayyorlantiradi. Keyingisi, tanlangan universitetning kirish imtihonlari topshirish, o'qishga kirish va bepul o'qish. Ya'ni siz hamma shu anaqadan etapdan o'tganingizdan keyin oxirida institutga dokument topshirib, institutda o'qishni boshlaysiz bepul. Institutga kirganingizdan keyin xudo xolasa. Keyingisi, til maktabi nima? Til maktabi bu siz Chexiyaga kelishingiz uchun birinchi qadam. Ya'ni Chexiyaga kelishdan oldin Chexiyaga kelish studentlar uchun faqat bitta yo'li bu albatta til maktabi. Til maktabiga siz ariza topshirasiz va bu faqatgina bitta siz pul to'lash kerak bo'lgan vaqti bo'ldi. Boshqa undan tashqari bu yerda hech nimaga pul to'lamaysiz. Baribir bitta narsani tushunishimiz kerak, dunyo bo'yicha yaxshi, kачественный ta'lim olishimiz uchun qaysidir miqdorda baribir investitsiya kirishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydiki, dunyo bo'yicha yoki Yevropada bepul bizga ta'lim beradigan 100% yoki grant beradigan oliy ta'lim muassasalari ko'p. Ha, ko'p, faqat bitta muammo bor. Ular asosan magistratura programmalariga sizlarga bepul grant ajratishi mumkin, lekin bakalavrda o'qish uchun programma topish juda qiyin. Bepul yoki grant sizlarga beradigan, qanaqadir stipendiya beradigan programma topish juda qiyin. O'shaning uchun ham Chexiya Respublikasi meni fikrim bo'yicha juda yaxshi tanlov. Ya'ni siz bu yerga kelasiz, til maktabida siz chex tilini 0 dan B2 darajasiga 9 oy paytida o'rganasiz. Ya'ni siz o'qishingiz ertalab soat 8 dan, obeddan keyin soat 3-4 gacha bo'ladi. Ya'ni siz bu yerga kelib xuddi universitetdagi o'qiganingizdek o'qiysiz. Mutaxassislik fanlari bo'yicha va Yevropa ta'lim tizimi bo'yicha siz bu yerda o'qitilasiz. Sekin-sekin adaptatsiya qilasiz. Chunki agar siz bu yerga sразу universitetga kelganingizda ham bu juda qiyin bo'lardi, chunki sразу til muhitiga kelib, sразу adaptatsiya qilib ketish ham juda qiyin muammo. Va sizga как раз таки til maktabi shu narsaga yordam berib, sekin adaptatsiya qilishga yordam beradi. Keyingisi, aynan til maktabi orqali Schengen hududida sayohat qilish huquqiga
ega bo'lasiz. Yana bir bor qaytaraman, til maktabiga kelganingizda sizga Shengen vizasi beriladi va Chexiya Respublikasidan turib har qanday Yevropa davlatiga siz aylanib ketishingiz mumkin. Hop. Keyingisi qanday tayyorlanish kerak? Qanday anaqa nima deydi? Botga tayyorgarlik kursiga kelsangiz bo'ladi. Keyin birinchisi o'qish bepul, yana bir bor qaytaraman. B2 darajasi institutga kirish uchun talab qilinadi. Lekin bu B2 darajasini olish uchun siz baribir bu yerga kelib foundation kurslarida o'qishingiz kerak bo'ladi. Va u yoq bu bizning foundation kursimiz, ya'ni Karlov universitetida ofitsialniy nima deydi, tayyorgarlik foundation kursi sanaladi. Bu qanaqadir aytaylik частный organizatsiya emas. Bu haqiqiy davlat universiteti. Davlat biza даже qanaqadir foundation kurs sanalmaymiz. Biza Karlov universitetini kafedrasini desa ham bo'ladi. Ya'ni hozirgi mana u yoqni расшифровка qiladigan bo'lsangiz, Ustav языков отборной přípravy. Ustav chex tilidan kafedra degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu yerda siz kelib intensiv chex tilini o'rganasiz, ya'ni ertalabdan obeddan keyingacha mutaxassislik fanlarini o'rganasiz, sizni tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha, keyin viza va moslashuvda yordam beramiz. Ya'ni dokumentlari bilan qanaqa muammo chiqsa, hammasi bilan yordam beriladi. Hayotda qanaqa muammo chiqsa yordam beriladi. Bankovskiy счет ochishga yordam beriladi. Hamma muammo bo'yicha bu yerga kelib sim kart olib beriladi. Hozir hammasini gapirib beramiz. Shuni hammasiga sizga yordam ko'rsatiladi. Lekin aytganim bo'yicha faqat kurslar bu yerda sizni pulli payt sanaladi. Chunki kursdan tashqari agar kurs etapidan o'tib olsangiz, hamma narsa mana misol uchun men uchun bepul. O'qish ham, transportda yurish ham, men transportda yurish aytganimdek boshida 50 euro, lekin 1 yilga sanab chiqadigan bo'lsangiz, bu juda kam pul chiqadi va yiliga bu kurslar 5000 evrodan boshlanadi. Hozir sizlarga bu pulni nimaga shunchaligini gapirib o'tamiz. Xo'p, O'zbekistonlik talabamizni tarixini eshitsangiz, faqat rus tilida video bo'ladi, tushunasiz degan umiddamiz. Естественно. Свое мировоззрение, вы начинаете смотреть на разные вещи по-другому. Хочу сказать одно, что всем рекомендую, и также на этих курсах вы довольно-таки классно выучите язык, потому что начнете понимать, наверное, уже на первом-втором месяце. А для меня это реально большой прогресс, когда за 9 месяцев человек может выучить язык до уровня B2. Могу сказать одно, всем советую, можете приезжать на эти курсы, можете приезжать в Чехию. Это все. Пока. Чао. Ya'ni ko'rganingizdek, bu bizning o'zbekistonlik talabamiz hozirgi davrda ham tayyorgarlik kursida o'tyaptilar va bu yil institutga kirish maqsad qo'yganlar. Kursimiz haqida gapirib berdilar, ozgincha tushundinglar degan umiddaman. Keyingisi. Sizlarga bir ikki savolimiz bor. Shu savollarimizga iloji boricha to'g'ri javob bersanglar xursand bo'lar edik. Birinchi savolimiz. Prezentatsiya haqida qanday fikrdasiz? O'zingizning fikringizni mana bunaqa formatda yozib o'tsangiz. Agar prezentatsiyamizdan qanaqadir ilhom olayotgan bo'lsangiz, yurakchani qo'yib qo'ying. Chexiyada o'qishni xohlayotgan bo'lsangiz, ya'ni prezentatsiyamizni ko'rib Chexiyada o'qishga qiziqishingiz paydo bo'lgandan keyin unaqa oluvchi qo'yib qo'ying yoki qiziqtirayotgan bo'lsa prezentatsiyamizda, lekin savollaringiz bo'lsa, bir xil odamlar savol berishdi, bizga mana bunaqa ochkili, ko'zoynakli smaylik qo'yib qo'ysangiz, xursand bo'lar edik. Hop. Sekin-sekin qo'ysanglar bo'ladi. Biz sekin keyingi savolga o'tamiz. Rostini ayting, birinchi savolimiz sizlarga, faqat rost javob beringlar iltimos. Prezentatsiyani tinglaganingizdan keyin Chexiyada o'qishga qiziqish paydo bo'ldimi sizlarda? Va nima uchun paydo bo'ldi? Nima bizning prezentatsiyamizda birinchi chastidan ko'rganingiz ma'lumotlardan keyin qaysi payti yoki qaysi aytib o'tgan narsalarimizdan biri sizni ko'proq qiziqtirdi Chexiyada o'qishga? Biz uchun bu juda kerakli ma'lumot, chunki
keyinchalik sizni bu narsa bilan qiziqtirishimiz mumkin. Hop, sekin-sekin yozayotgan bo'lsanglar kerak, chunki o'tgan safar ham ko'p kutganmiz, lekin bir xil odamlar tamam uzun tekst yozayotgan bo'lgan, o'shanga sekin-sekin o'tib ketaveramiz. Sizlar sekin yozib o'taversanglar bo'ldi. Qaysi yo'nalish bo'yicha ta'lim olishni xohlaysiz? Ya'ni, misol uchun meditsinaga kelmoqchiman, meditsina o'qishga, maqsadim meditsina yoki IT yo'nalish bo'yicha kelmoqchiman, yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha kelmoqchiman deb yozib chiqsangiz xursand bo'lamiz. Hop, keyingi savolimiz. Internet nima yo'qoti? У вас тоже так? Нет, у меня через этот кабель идет. Yaxshi работает. Xo'p, oxirgi savolimiz kelajakda bepul o'qish uchun hozirdan harakat qilishga va sarmoya kiritishga tayyormisiz? Shu savollarimizga javob bersangiz juda xursand bo'lar edik. Chunki bu yerda o'qish uchun nafaqat aytaylik minimal darajada pulli sarmoya kiritishingiz kerak bo'ladi, balki o'zingiz harakat qilib, o'zingiz institutga kirishingizga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki hech qaysi tayyorgarlik kurslari sizga 100% bu kirishingizga garant bermaydi. Bu kelganingizdan keyin sizlarni tayyorlantiradi, lekin institutga kirish uchun Karlov universitet nufuzli universitet hisoblangani uchun bu yerga kirish ham oson emas. Ya'ni siz yaxshigina o'qib, yaxshigina harakat qilib o'zingiz ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun javoblaringizni yozib ketsangiz xursand bo'lar edik. Xo'p. Keyingi prezentatsiya. Hop, kelaylik biz o'zimizni o'qitadigan maktabimiz, til maktabimiz haqida gapirib bersak. Bizning til maktabimiz salkam 50 yoshdan oshgan maktab sanaladi. Ya'ni 70-yillarda Ikkinchi jahon urushidan keyin ochilgan maktab. Ya'ni shuncha yildan beri bizning maktabimiz studentlarni Chex universitetiga, ya'ni chet eldan kelgan xorijiy studentlarni Chex universitetlariga tayyorgarlov bilan shug'ullanib keladi. Ya'ni bizning reputatsiyamiz juda katta, chunki ko'pchilik bizning talabalarimiz, ya'ni 90% deyarli talabalar institutga kirishga ega bo'ladi. Keyingisi sifat. Biz hech qanaqa частный qanaqadir joy emasmiz. Biz davlat organizatsiyasi sanalamiz. O'shanga biz hech qanaqasiga sifatimizni pasaytirish imkoniyatimiz yoki haqqimiz ham yo'q. Chunki biz prямо universitetga bog'langanmiz va bizning sifatimiz tushishi universitet nufuzida bilinib qoladi. O'shaning hisobiga biz har safar sifatimizni ushlab kelishga harakat qilamiz. Keyingisi tajriba, aytganimdek salkam 50 yildan ko'proq tajriba. Keyingisi muvaffaqiyat, ya'ni 92% bizning universitetlarimizni, ya'ni tayyorgarlik kursimiz talabalari institutga kira oladi va oxirgisi halollik. Biz uchun siz bu yerga kelib, adaptatsiya qilib, eson-omon kelib olib, avvalambor institutga kirishingiz biz uchun prioritet. Ya'ni bizning boshqa hech qanaqa maqsadimiz yo'q. Bizning pulli maqsadimiz ham yo'q. Chunki bizga kelgan sizlar misol uchun o'sha hozirgi organizatsiya pul to'laganinglar bilan u pul universitetga ketadi. U nima deydi? Bizning cho'nchagimizni boshqa uchun emas. Men bizning davomi, lekin men bu organizatsiya bilan просто nima deydi? Partnyorman. Ya'ni men bu organizatsiyaga ham unaqa katta aloqam yo'q. Ya'ni bilishim bo'yicha bu yerga kelgan har xil sizlarni investitsiya qilgan pulinglar universitetga borib va siz universitet tomonidan o'qitilasiz. Keyingisi UYOPda talabalarni qo'llab-quvvatlash. Ya'ni qanaqa biz talabalarga yordam beramiz. Keyinchalik yuborgan xohlasanglar sizlarga bu prezentatsiyani yuboraman. Yaxshirab o'qib chiqishingiz mumkin, lekin hozircha asosiy punktlardan biri biz viza bo'yicha yordam beramiz avvalambor, keyin attestatni tan olish jarayonida yordam beramiz, chunki O'zbekiston attestatlari bu yerda tan olinmaydi. O'shanga bu yerda attestatsiyani tan olish protsedurasidan o'tishga to'g'ri keladi. Biz buni nostrifikatsiya deymiz. Keyingisi Chex muhitiga moslashishga yordam beramiz. Ya'ni bu yerda ko'rganingizdek mahalliy sim karta olishga yordam beramiz. Bu yerdagi Wi-Fi ga ulanishga yordam beramiz. Ya'ni bizning ulanadigan Wi-Fiingiz bu yerdagi har qanday universitetda yoki har qanday ta'lim olish muassasasida ishlaydi. Va faqat bizning maktabimiz shunaqa Wi-Fi ga sizga dostуп bera oladi. Keyingisi aeroportdan maktabgacha transferda yordam beramiz. Ya'ni ota-onangiz sizlarni bu yerga yuborayotgan bo'lsa, hech nima haqida nima deydi, xavotir olishligi kerak emas, chunki biz har bir protsedura bilan sizlarga yordam berishga tayyormiz. Nima savolinglar bo'lsa, boshqalar bo'lsa. Va bizani aldashdan hech qanaqa manfaatimiz yo'q. Keyingisi Chexiyada oliy ta'limga yo'lingiz aynan shu yerda boshlanadi. Bu degani bu yerdagi shu ikkita joyda o'qiysiz. Ya'ni Praga Kristal, bu yerda tibbiyot, tabiiy fanlar, gumanitar fanlar, arxitektura va san'at va dizayn yo'nalishi bo'yicha o'qitiladi. Bu katta otelda joylashgan
maktab sanaladi. Ya'ni siz shu yerda yashab o'qiysiz. Tepadagi mana bu imoratda yashaysiz va orqasida shu yer orqasida o'qiydigan maktabingiz joylashgan. Podebrady degan shahar bor, ya'ni bu Pragadan sal chetroqda joylashgan shahar. U yerda siz iqtisodiyot, moliya, texnik mutaxassisliklar hamda IT yo'nalishi bo'yicha o'qiysiz. Ya'ni mana bu ko'rib turayotgan qil'ada o'qiysiz. Va qal'ada o'qiysiz. Ya'ni mana shu qal'aning ichida xuddi Harry Potter filmiga o'xshab o'qisangiz bo'ladi va shuni uzoqrog'ida hozir ko'rsatamiz, yotoqxonamiz joylashgan. Kristaldagi yotoqxonamiz mana bunaqa juda savremen ko'rinishda ko'rinadi, ya'ni juda zamonaviy, yaqinda remontdan chiqqan nima deydi, yotoqxona va Podebradyda ko'rganingizdek bu yerda ham yaxshi условия, ya'ni bizani tasavvurimizdagi yotoqxonalar emas, juda qulay va juda hamma sharoiti bilan qilib chiqilgan yotoqxonalar sanaladi. Keyingisi, ingliz tilida tayyorgarlik ham o'tsa bo'ladi. Bizning kursimizda faqat bitta narsa inobatga olishingiz kerak. Bizning kursimizda ingliz tilida tayyorgarlik o'tganingizdan keyin siz universitetda o'qiganingizda ham pul to'lashingizga kerak bo'ladi. Hozir ingliz tilida universitetda qancha pul bo'lishini ham ko'rsatib o'tamiz. Ingliz tilida bizda tibbiyot, farmatsevtik yo'nalishi bo'yicha o'qisangiz bo'ladi, muhandislik bo'yicha o'qisangiz bo'ladi, IT va iqtisodiyot bo'yicha o'qisangiz bo'ladi. Muhandislik degani injineriya degani. Keyingisi, Chex tilida tayyorgarlik. Chex tilida tayyorgarlik bizda asosiy bizning funksiyamiz chex tilida tayyorlab berish sizlarni. Tibbiyot, farmatsevtik yo'nalishi bo'yicha, muhandislik, IT yo'nalishi bo'yicha, iqtisodiyot, gumanitar fanlar va tabiiy fanlar bo'yicha tanlaymiz va dizayn va arxitektura yo'nalishi bo'yicha tanlaymiz. O'zingiz uchun kelishingizdan oldin kursingizni tanlasangiz, biz sizga shu kurslarda o'qishga va kelishga yordam beramiz. Mana bu QR koddan kirsanglar, har xil kurslarimizni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Keyingisi va asosiy payti kurslarimiz narxi qancha? Boshida aytganimdek, Chex universitetida o'qish bepul, yana bir bor aytaman. Lekin Chex universitetingizga yetib kelishingiz kerak. Ya'ni Chex universiteti ham sizlarni bo'ldi O'zbekistondan kimdir kelayotgan ekan, kelinglar, kutib olamiz deb hech kim kutib olmaydi. O'shaning hisobiga sizlar birinchi o'chirda bu yerga kelib, til kurslarida o'qib, til darajasini bilib keyin institutga kirishingiz kerak. Va bu narsada siz tim bo'lib bakalavrga ketyapsiz, balki magistraturaga kirayotganingizda sizga kurslar qanaqadir grant berishi mumkin edi, lekin bu kurslarda magistraturaga ham o'qish tayyorgarlik o'tsanglar bo'ladi. Yana bir bor qaytarib o'taman, Yevropa davlatlarida asosiy grantlarni magistratura programmalariga ajratilinadi, lekin bakalavrga bepul kurslar topish qiyin bo'ladi, bepul dasturlar topish qiyin bo'ladi. O'shanga hozir ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunday tez. Ingliz tilida va chex tilida o'qish praktichески bir xil narx. Ya'ni tibbiyotda, misol uchun, chex tilini 1 yillik kursini o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga 7000 yevro bo'ladi. Bu eng qimmat kurs sanaladi. Lekin misol uchun bu 9 oylik kurs. Ya'ni siz mana sentyabrda boshlanadi kursingiz, 1-sentyabrda kelib boshlaysiz kursni va may oxirigacha o'qiysiz bu kursni. O'shani shundan qimmat. Lekin mana shu 7000 yevroni 9 oyga bo'lib chiqib, keyin u 9 oyga bo'lib chiqqaningizda yana 27 kunga bo'lib chiqsangiz, oyda o'qiydigan. Kuniga bizning sanashimiz bo'yicha 10-20 yevro chiqyapti. Ya'ni kuniga ketkazadigan investitsiyangiz juda past chiqyapti. Ya'ni bu bizning o'qiyotgan kursimiz bir tomondan minusga ham ishlatilsa bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Undan tashqari progress kurslari bor, faqat bu progress kurslari arzonroq bo'lgani bilan siz bu kursga kirish uchun уже qandaydir bilim darajasi bilan kelishingiz kerak. Bu degani mana misol uchun B1 darajasi bilan va u kurslar ham sentyabrda boshlanadi. Faqat bu kurslarda chex tili sizga kamroq soat o'qitiladi. Ko'rganingizdek, общий chex tili bilan o'qitadigan predmetlar soni 900 soat, yil 9 oy davomida bu yilda 1250 soat o'qitilinadi. Ya'ni 1 soatingiz qancha chiqishini sanashingiz uchun siz 7000 yevroni 1250 ga bo'lsangiz, 1 soat bu yerda o'qishingiz qancha chiqayotganini bilib olasiz. Undan tashqari iqtisodiyotdan bizda o'sha arzonroq 6900 ko'rayotganlarga va progresslari 4900-4950 yevrocha bo'ladi. Shunaqa, mana yo'nalishlar. Xo'p, yana bir bor aytaman, agar qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa, menga yozib yuborsanglar, sizlarga PDF variantini tashlab yuboraman. Xo'p, keyingisi. Uyub dasturlari hammasi ichiga kiritilgan. Ya'ni siz uyub dasturlarida til va atamalarni o'rganasiz, chex tilida, ya'ni terminlarni o'rganasiz. Undan tashqari ixtisoslashtirilgan fanlarni o'rganasiz. Yana bir marta qaytaraman, ya'ni chex tili ixtisoslashtirilgan fanlar. Undan tashqari bu pul evaziga siz qo'llanmalarni olasiz, shu pul ichiga kirib ketadi. Hamma oladigan kitoblaringiz, bu oladigan materiallaringiz hammasi shuni ichiga kiradi. Va
Microsoft boshqa dasturlarga ham bizada bepul podpiska beriladi u dasturlarga. Yana misol uchun hozirda universitetdan beriladigan podpiska bilan bemalol Microsoft Teams yoki boshqa Microsoft programmalari bilan bepul foydalanaman hozirgi davrda. Karlov universiteti kutubxonalariga kirish imkoniyati bepul bo'ladi. Va постоянно sizlarda har xil testlar yoki sizni taraqqiyotingizni monitoringi bo'lib o'tadi. Ya'ni sizni biz prosta qo'yib, men o'qi deb qo'yib qo'ymaymiz. Bu yerda o'qiganingizdan keyin siz nafaqat Karlov universitetiga va boshqa universitetlarga ham kirsangiz bo'ladi. Chexiyada ko'rganingizdagi har xil texnik universitet bor, ekonomический universitet bor, boshqa shaharlarda universitetlar bor. Shuni hammasiga kirsangiz bo'ladi u yerni bitirganingizdan keyin. Xo'p. Bu o'qish davomida olingan har xil suratlar, shu suratlardan ko'rib ham bizada universitetimizda o'qish faqat misol uchun o'qishdan iborat bo'lishini ko'rmasligingiz mumkin. Bu yerda har xil ko'rasiz, har xil eventlar, har xil joylarga borib juda qiziq o'tkazamiz vaqtimizni kurslarimizda. Keyingisi, oxirgisi bizga qanaqasiga kelsangiz bo'ladi. Hop, bizga qanaqasiga yozishingiz mumkin, qanaqasiga bizga kelishingiz mumkin. Birinchisi, Nodirjonga, ya'ni menga Telegramga oxirida sizlarga Telegram beraman. Yozsanglar, hamma savollaringizga birinchidan javob beraman, ikkinchidan sizlarni bu yerga kelishingizga yordam berishim mumkin. Ya'ni qanaqasiga bu yerga registratsiya o'tsanglar bo'ladi, qanaqasiga vizaga topshirasizlar, shuni hammasini sizlarga yordam beraman. Yoki o'zingizlar u yoqda yozsanglar, internetga chiqib keladi, saytiga kirib o'zingizlar registratsiya o'tsanglar bo'ladi. Keyingisi, kurs uchun to'lovni amalga oshirasiz. Ya'ni hozirgi sizlarga kurslar narxini ko'rsatib chiqdim. Siz bizga zayavka topshirganingizdan keyin kurs narxini to'lashingiz kerak bo'ladi. Kurs narxini to'lash muddati may oxirigacha, chunki maydan keyin topshiradigan bo'lsangiz, viza olish protsedurasi cho'zilib ketishi mumkin. Chunki viza olish protsedurasi ham 2-3 oy bo'ladi. O'shani hisobiga shuni inobatga olib ham topshirishingiz kerak. Viza rasmiylashtirish uchun zarur hujjatlarni bizdan oling. Ya'ni viza uchun biz sizga kerakli hujjatlarni bu yerda turib sizga O'zbekistonga yuboramiz. Chunki vizaga topshirish uchun O'zbekistonda topshirasiz vizaga. Xo'p, keyingisi, viza rasmiylashtirish, ya'ni vizaga topshirib, vizani protsedurasini o'tish kerak bo'ladi. Hammasi bo'yicha biz konsultatsiya beramiz. Keyingisi, viza tasdiqlanishini kutasiz. Bu protsedura 3 oy oladi. O'shani hisobiga vaqtliroq harakat qilishni boshlaganingiz yaxshi. Xo'p, keyingisi, vizaning pasportingizga qo'ydiring va u yerda o'qish uchun keling. Va oxirgisi, eng yoqimli bo'lgan manzara, ya'ni yoqimli bo'lgan payt, viza olganingizdan keyin juda xursand bo'lib Yevropaga kelsangiz bo'ladi o'qishga. Xo'p. Keyingisi. Bu savollar bo'yicha menga bemalol yozsanglar bo'ladi. Keyingisi. Oxirgi payt nimaga sizlarda savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bizga boshida bepul ta'lim bo'ladi dedim, to'g'rimi? Universitetlarda. Keyin sizlarga kurslarning pulligini aytib chiqdim. Xo'p. Nimaga biza shu kurslarga nimaga man bo'lib turib shu kursga sarmoya kiritishim kerak? Menga nima foyda bo'ladi shu kursga sarmoya kiritishimdan degan savolga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, qaranglar. Faraz qilaylik, siz Chexiya Respublikasini yaxshi imkoniyat sifatida ko'rib Chexiya Respublikasiga kelishga qaror qildingiz. Lekin bu paytgacha siz kurslarning narxi haqida bilmagansiz va hozir kurslar narxini eshitib, ya'ni 5000-6000 evroni eshitib hayron bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Menda ham xuddi shunaqa reaksiya bo'lgan. Bu tabiiy reaksiya, chunki o'zbekistonlik o'rta oila uchun bu juda katta pul sanaladi. Mana bir vaqtida shunaqa pul eshitganimdan keyin juda g'alati bo'lib qolganman, shuncha pul qayerdan olaman boshqa. Lekin keyin o'ylashni boshlaganmiz oilam bilan birga. Xo'p, ingliz tilidagi bo'tdi har xil pullarni qarab chiqishni boshlaganman. Xo'p, ingliz tilida o'qisam qancha pul bo'ladi? Chunki men ham ingliz tilida o'qishni xohlaganman. Men ham O'zbekistonda IELTS ga tayyorlanib, IELTS dan 7 olganman, misol uchun. O'shanga men ham ingliz tilida o'qishni xohlaganman boshida. Lekin ingliz tilida bu yerda yashash juda emas, sal-pal qiyin bo'ladi. Chunki baribir mahalliy tilni bilmasangiz, Yevropa davlatida, har qanday Yevropa davlatida yashash qiyin. Chexiya bo'lsin, Daniya bo'lsin, Shvetsiya bo'lsin, agar mahalliy tilni bilmasangiz, ingliz tili bilan yashash juda qiyin bo'ladi. Keyingisi, yo'nalishlar, qaranglar. Tibbiyot yo'nalishi bo'yicha bu eng qimmat Yevropa darajasida yoki dunyo darajasida eng qimmat yo'nalish tibbiyot sanaladi. Ya'ni mening fakultetimda o'qish uchun siz yiliga 20 ming euro to'lashingiz kerak bo'ladi agar ingliz tilida o'qisangiz. Lekin men chex tilida o'qiyapman va bepul o'qiyapman, misol uchun.
Stomatologiya yo'nalishi bo'yicha 15 mingdan 22 yevrogacha, farmatsiya 7 mingdan 9 ming yevrogacha, IT muhandislik ingliz tilida yana bir qaytarib o'taman 3 mingdan 6 ming yevrogacha to'laysiz, ingliz tilida o'qiydigan bo'lsangiz. Tabiiy fanlar bo'yicha 3 mingdan 5 ming yevrogacha, arxitektura bo'yicha 4 mingdan 7 ming yevrogacha, huquq 5 ming 8 ming yevro, biznes 3 ming 6 ming yevro. Ko'rganingizdek, o'sha arxitektura, biznes, tabiiy fanlar yo'nalishlari unaqa qimmat emas, ya'ni bizadagi o'rta miqyosli qanaqadir частный universitetga o'xshagan pul chiqadi buni o'ylab qarasangiz. Lekin 5 yil, 6 yil miqyosida sanab chiqadigan bo'lsangiz, ya'ni Chekiyada bakalavr 3 yil bo'ladi. Oldindan aytib qo'ymoqchiman. Bizda 4 yil bo'lsa, bu yerda 3 yil. Meditsinada 6 yil siz magistratura o'qiysiz. Sразу же magistratura o'qiysiz 6 yil. Men misol uchun hozir magistraturada o'qiyapman. Ya'ni 5-6 yilda ketkazadigan pulimni sanab chiqadigan bo'lsam, men hozir 120 ming yevro yutayotgandek bo'lib chiqyapman. Chunki ingliz tilida o'qimayapman. Ya'ni 120 ming yevroni evaziga men bepul o'qiyapman. Buni o'ylab qaraydigan bo'lsangiz. O'shaning hisobiga bu katta sizlar uchun katta plus bo'lishi kerak. Hop, keyingi payt. Nega yana bir bor o'z kelajagimga sarmoya kiritishim kerak degan savol haligacha turgan bo'lishi mumkin. Hop, ingliz tilida qancha bo'lishimni aytdim. Hop, nimaga men yana Chekiyaga kelishim kerak degan savol bo'lishi mumkin sizlarda. Hop, endi qaranglar. Siz Yevropa miqyosida ketkazadigan yoki boshqa Yevropa davlatiga kelmoqchi bo'lganingizda ketkazadigan pulingizni sanab chiqadigan bo'lsangiz, Chexiya eng sizlarga plus bo'ladigan davlat chiqadi. Chunki qaranglar, o'tgan yillarda atiga 5 mingdan 6 ming yevrogacha pul ketkazyapsizlar. Birinchi investitsiya qilyapsizlar o'zingizlarga, sarmoya keltiryapsizlar. Lekin buni evaziga agar sizlar o'zingizlar ustida ishlasanglar, bu yerga kelibsizlar, noldan til o'rgansanglar, institutga kirib bepul 6 yil o'qiy olasizlar, 5-6 yil bepul davlat evaziga siz Yevropa ta'limini olib, keyin qancha pulga, qancha maoshga ishlasanglar bo'ladi kelajakda, misol uchun. Bu bir. Ikkinchidan, Chekiyaning eng katta vygodalardan biri shuki, siz Chekiyaga tilni bilmasdan turib 0 til darajasi bilan kelib o'qisangiz bo'ladi. Misol uchun Germaniyaga, Avstriyaga kelish uchun siz nemis tilini B2, C1 darajasida bilishingiz kerak. Bu yerga siz 0 daraja bilan kelib o'qisangiz bo'ladi, misol uchun. Keyingisi, siz 5 ming yevro evaziga nima olasiz? Nima mana atigi davomli, lekin tilim uchidan chiqib ketyapti, lekin bu o'zbekistonlik oila uchun juda katta pul sanaladi. Buni tushunib turibman, bilib turibman. Mana ham oila misol uchun o'sha payt o'ylab turgan paytimiz, investitsiya qilishimiz kerak bo'lgan payt, misol uchun bir nimani sotganmiz, biz ham bir nimani sotib, uydilarim sani ta'limingga pul tikamiz deb pul tikishgan. Bular uchun juda katta minnatdorman ulardan. Nima deydi, baribir qanaqadir jertvaga borishga to'g'ri keladi bu uchun. Hammasini tushunamiz, bilamiz. Biz ham shu etapdan o'tganmiz hammamiz. Keyingisi, siz 5 ming yevro evaziga nima olasiz bu to'yga? Siz 10 minglab yevroni tejaysiz, chunki universitetda ingliz tilini o'qimaysiz, misol uchun chex tilini o'rganish oson, 8-9 oy ichida bemalol o'rganasiz va bu yerda bemalol yashaysiz, chunki chex tili bilan yashash juda oson. Hozir men bu yerda yashayapman, chex bilan gaplashaman, qanaqadir hech qachon meni o'zbek deb o'ylamaydi misol uchun. Gaplashaman, keyin O'zbekistondan olsam yo'q edi deydi misol uchun. Ya'ni xuddi o'zini qo'shnisi bilan gaplashgandek gaplashadi men bilan. Keyingisi, bepul Yevropa ta'limiga yo'l ochadi. Ya'ni siz dunyoviy diplom ola olasiz buni olganingizdan keyin. Bu yerda diplomni. Keyingisi, bepul Yevropa ta'limiga yo'l ochadi. Ya'ni bu hammasi sizga Yevropa ta'limiga yo'l ochadi. Rasmiy ravishda ishlash huquqini beradi. Buni gapirdik boshida va oxiri xalqaro diplomga ega bo'lasiz. Bu diplom bilan dunyoni, Yevropani xohlagan davlatingizda ishlab, yaxshigina maoshga ishlab topsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, o'zimning fikrlarim bilan, o'zimni oldingi o'ylab kelgan nima deydi, qanaqadir teoriyalarim bilan sizga qanaqadir yordam berdim. Endi navbat sizni savollaringizga. Qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga savol bersangiz, men javob bera olmaydigan bo'lsam, Anatoliy akamizga murojaat qilaman. Ular sizga rus tilida javob beradilar. Rus tilini tushuna olmasanglar, tushunmadim deb yozib yuborsanglar, sizga o'zbek tilida perevod qilib hammasini sizga tushuntirib beraman. Xo'p. Endi qarang, savol berishdan oldin tushuntirib o'tdik. Ikki tomonda sizlar QR kod ko'ryapsizlar. Chap tomondagi QR kod meni Telegram shaxsiy stranitsamni QR kodi, ya'ni bossanglar meni Telegramimni prямо kirasizlar. Keyingisi o'ng tomondagi bu meni aytganimdagi Telegram kanalim. U yerda Chexiyada o'qish haqida, meni universitetimda bo'layotgan o'qish jarayonlari haqida, hayotim haqida, hayotimda erishayotgan yutuqlarim haqida sizlarga bo'lishib boraman. O'shaning hisobiga agar Telegramimga podpiska tashlab qo'ysanglar, o'sha yerda ham meni profilim bor, savol bersanglar bo'ladi. Ikkinchidan, Chexiyada hayot tarzini, Chexiyada yashashi, Chexiyada talaba qanaqa yashashini ko'rib ketsanglar bo'ladi. Xo'p. Endi navbat sizlarni savolingizga. Так, давайте начнем отвечать на вопросы наконец-то. Да. Первый вопрос. Учучилик yo'nalishi bo'yicha bepul o'qisa bo'ladimi? Наверное, вы ответите на этот вопрос, потому что вопрос таков. Можно ли учиться в Чехии на пилота?
на пилотирование? Есть ли возможность учиться на пилота? В Чехии можно учиться на пилота, Да. но там есть особенность, и она вам не понравится. Мгм. Теоретическое обучение на пилота Да. бесплатное, Да. а практическое обучение на пилота платное. Мгм. То есть теорию, да, вы учите бесплатно, но за практику, вот именно налетать Да, какие-то часы, да. все, придется заплатить, и заплатить Но немало. обучение бесплатно, самое главное. Да, но Мгм. заплатить за вот практику, то есть фактически вы не можете стать пилотом без практики. Мне кажется, в любой стране так. Да, и за практику придется платить, и платить придется немало, это 1,5 миллиона крон. Мгм. Это за всю... За всю практику, да. ну это не так много, как Да, но тем не менее, это, в общем, нужно посмотреть, сколько это стоит в евро. Узбекистане, например. Да, сравнить. Мы говорим, да, сравнить. Если Да. это дешевле, то, конечно, приехать лучше сюда. Да. Если это дороже, то, наверное, лучше выучиться дома. Да. Вот. Ya'ni o'zbek tilida gapiradigan bo'lsam, bu yerda pilotga, ya'ni uchuvchilikka ta'lim bor, bepul. Lekin praktika yo'nalishingiz bo'yicha baribir praktika o'tishingiz kerak bo'ladi. Praktika mashg'ulotlaringiz uchun samolyotda yoki trenajyorda anaqa trenirovka o'tishingiz uchun baribir pul to'layotgansiz. Mani fikrim bo'yicha bu faqat Chexiyada emas, ya'ni boshqa O'zbekistonda ham o'qiyotgan bo'lsangiz yoki Rossiyada o'qiydigan bo'lsangiz ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Qaysidir miqdorda baribir o'zingizni prakticheskiy mashg'ulotlaringiz uchun baribir pul to'laysiz, mani fikrim bo'yicha. Lekin o'qish, bunday o'ylab qaraydigan bo'lsangiz bepul. А уёб готовит к такому направлению? Да, это, по сути, как подготовка к техническому. Да, xuddi texnik muhandislik yo'nalishi bo'yicha bo'lgandagi tayyorgarlov u yoq bizani universitetimizda ham o'tadi. Bizani institutimizda ham. Следующий вопрос. Здравствуйте, Анатолий. Меня зовут Адил. Мне 30 лет, говорит. 33 года. Хочу учиться, и у меня семья. Можно ли мне учиться? Меня интересует лечение. Адаль, Медицина. когда вы говорите лечение, вы имеете в виду медицину? Можете, пожалуйста, написать? Я закончил электрификацию. Что означает Электрификация означает электрические сети и коммуникации. ну при чем здесь медицина? Я вот это не понимаю. Можете, пожалуйста, уточнить, что вы имеете в виду? Типа вы хотите учиться медицине или вы хотите сюда прийти на лечение? Потому что это две различные вещи. Yana bir bor aytaman, Odil aka, agar konkretroq savol bersa, chunki tushunmadingiz, siz bu yerga qanaqadir lechение olishga kelmoqchimisiz yoki siz aytyapsiz elektrifikatsiya yo'nalishi bo'yicha bitirganman deyapsiz, lekin qaysi yo'nalish bo'yicha bu yerga o'qishga kelmoqchisiz? Shu savol. Va boshqa odamlarning ham savollari bo'lsa, javob beramiz. Bemalol savol beraveringlar. Yana bir 5-6 minut kutamiz savollaringizni. Keyin sekin-sekin tugatamiz konferensiyamizni. Да, ну или если вдруг вы потом вспомните, что вы хотели задать какой-то вопрос, и мы отключились, то, конечно, обязательно пишите Надежону в Телеграм, и он сможет ответить на ваши вопросы. Да. Ну, мы можем начать отвечать на вопрос Адиля по поводу обучения. Смотрите, вам 33 года, вы учились на электрификацию, и у вас уже есть семья, я так понимаю, возможно, даже дети, да? Да. И, естественно, у чехов возникнет вопрос, если вы приедете учиться на ту же специальность, которая у вас уже есть, то есть электрификация, просто повышать квалификацию, да, то есть, например, вы закончили в Узбекистане бакалавриат, а приедете учиться в магистратуру, да, на степень инженера получать, то это одно дело, да, то есть это как бы один вариант. Другой вариант, если вы приедете и будете менять специальность, то они спросят. То есть у человека, который занимается визой, у него будет вопрос, почему мужчина в 33 года со специальностью электрификации, не самая плохая специальность, вдруг решил поменять специальность. Это действительно так или это какая-то схема какая-то, да, странная. Плюс у вас семья, да, то есть у них возникнет вопрос, потому что вы сразу не можете привести семью. Семью можно привести будет где-то через 3 года, по-моему, проживания в Чехии. То есть год у вас будет на визе, потом еще 2 года на ВНЖ, и тогда вы сможете только привести семью. То есть у них станет вопрос, а как ваша семья будет жить без вас?
есть ли у них финансы, как вы их будете поддерживать, да, Да. там, жену, детей и так далее. Да. То есть, на самом деле, это очень такой комплексный вопрос, Мгм. и у них будет очень много вопросов, Да. на которые вам придется ответить, чтобы вам дали визу. Я бы, честно говоря, рекомендовал подумать дважды, Мгм. насколько вы хотите, куда вы хотите приехать, и на какую специальность вы хотите приехать, и как вы будете объяснять это Да. все в консульстве. в том Если числе. вы хотите приехать сюда учиться или лечиться. Или Потому что- работать. Или работать, да. Может быть, стоит приехать в Чехию работать. Да. То есть Это уже другой путь. Да, у нас также есть курсы чешского языка, что вы можете приехать на курсы чешского Да. языка без подготовки к поступлению, то есть Да. вы просто изучаете Да. чешский для того, чтобы потом Адаптироваться устроиться на потом. работу. Да. Да. То есть такой вариант тоже возможен. Да. И может быть, действительно, если вы специалист, например, в электрических сетях, в Мгм. электрической коммуникации, то, может быть, было бы хорошо, если бы вы приехали работать. Да. Перевести на o'zbekcha, как думаете? Я думаю, да. Да. Qarang, agar o'zbekchada gapiradigan bo'lsak, bu yerga kelsangiz bo'ladi, lekin viza jarayonida, vizaga topshirish jarayonida, ya'ni ichki ishlarni, chunki siz viza topshirganingizdan keyin sizni zaявkangiz ichki ishlarga keladi bu yerga. Ichki ishlarda sizga yarasha har xil savollar paydo bo'lishi mumkin. Aytishi mumkinki, 33 yoshli erkak kishi institut bitirgan, O'zbekistonda aytgan elektrifikatsiya bo'yicha misol uchun yaxshi, misol uchun yo'nalish, yaxshi pul topsa bo'ladi. Nima uchun Chexiyaga kelmoqchi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun oilasi o'rta bo'lib turib, bu yerga Chexiyaga kelmoqchi, imенно student bo'lib o'qishga? Chunki oilangiz bo'lganidan keyin logichno siz bu yerga kelganingizdan keyin baribir ishlashingizga to'g'ri keladi. Chexiyadagi ichki ishlar nimadan qo'rqishi mumkin? Siz bu yerga kelib ishlab ketishingiz mumkinligidan qo'rqishi mumkin. Chunki не то, что qo'rqishi mumkin, chunki bu yerga siz bitta maqsad bilan kelganingizdan keyin o'sha maqsadni qilishingiz kerak. Ya'ni siz o'qish vizasi bilan keldingizmi? Faqat o'qishingiz kerak. Ish vizasi bilan keldingizmi? Faqat ishlashingiz kerak. Yoki bo'ladi mana misol uchun o'qish jarayonida ishlasangiz bo'ladi, lekin uni ham ограниченияsi bor. Misol uchun hafta davomida 20 soatdan ko'p ishlasangiz bo'lmaydi ofitsialni. Ofitsialni 20 часов, 20 soat ishlashingiz kerak. Shunaqa misol uchun pravilalar bor. Ya'ni studentskiy viza bo'yicha kelsangiz, siz faqat asosiy sizni bu yerdagi maqsadingiz o'qish bo'lishi kerak. Ishchi bo'yicha bo'lsangiz, ishlash bo'lishi kerak. Ikkinchi payt. Uchinchi payt, bu yerga bittalikda siz O'zbekistonda turib, Yevropaga kirmasdan turib, siz oilangiz bilan bittalikda kirish juda muammoli. Chunki bu yerga kelganingizdan keyin siz 2-3 yil bu yerdagi VNJ deydi, временное место жительства bo'yicha 2-3 yil yashab bo'lgan bo'lishingiz kerak. O'shandan keyin siz bu yerda yashab, определенный pul topib, davlatga налог to'laganingizdan keyin, o'shandan keyin siz oilangizni olib kelsangiz bo'ladi. Shunaqa tomoni bor. Hop. Кто в итоге? Пока никто вопрос не задает, наверное, если будут вопросы, уже u yog'iga agar qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol meni lichkamga olsanglar bo'ladi. Yoki kanalimga podpiska tashlasanglar, o'sha yerda ham har xil narsalar haqida yozib boraman. Chexiya bo'yicha faqat rus tilida kanalim, lekin Telegramda hozir o'zbekchaga ham menimcha perevod qilsa bo'ladi. Xo'p, shunaqa o'ylaymanki, o'tgan prezentatsiyamiz, gapirib bergan prezentatsiyamiz ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'zinglar uchun qanaqadir foydali, kerakli ma'lumotlar oldinglar degan umiddamiz va kelajakda sizni Chexiya Respublikasida kutib qolamiz. Savollar bo'lsa, yana bir bor qaytarib o'taman. Menga yozsanglar, javob berib, konsultatsiya o'taman. Rahmat kattakon e'tiboringlar uchun. Все, тогда всего доброго, до свидания.